Assalomu alaykum yurtdoshlar. Kanalimizga kuzatib o'tirgan aziz do'stlar, bugun ko'chmas mahkamasi xudo xolosa temir yo'l больницаны, Vazalendagi temir yo'l больницаны ro'parasida bir dom bor tozadim. Shuni orqasida yangi qurib turgan yana bir dom bor. Shu domimizda ikkinchi qavatida. Bu domimizni 5 qavatli ekan, shuni ikkinchi qavatida 46 kvadratli korobka holatidan turgan, montajlar qilingan, hamma narsasi yine tayyor olib turgan. Yerimizda endi sanvizor hojatxonasi yine ko'rsatib turibdi. Bu yerda o'rib, bu yonimizdan o'rsa, shunda sanvizor hojatxonamiz. O'zi korobka holatidan turibdi. Garaj eshiklari qistirilgan, oynalar plastik akvadan qistirilib qo'yildi. Kanalimiz hurmatli obunachilar, bu joyimizda buni endi joy ekan deb o'ylashingiz mumkin. Bu hali перегородка bilan xonalari bo'linmagan. Xonalari bo'linmagan. O'zlari xohlasanizlar o'zingiz bo'lasizlar. Yine mesela birimizde yine bu 46 kvadrat bu. Joyimizning kvadrati 46 kvadrat. Yine xohlasanizlar birdan bo'lasizlarmi, ish qilib xohlagan narsa bo'lsa va birimizda bir stoyka bor, so'ng yanimizda yana shuning deyin. Xolos o'zi aslında bir xonali kvartira, paltarashga bir xonali kvartira ekanda paltarashga deb ataladi ekan bu yerni. 46 kvadrat ham yomon emas lekin 46 kvadratda yana ajoyib. Bu yerdan kavchini chiqarib qo'ydilar, bu yerdan o'riladi-da. Bu yerdan o'rmaydi, boshqidan o'lib, yana o'rib, yana bir ikki narsani etsa bo'ladi. Gelib chizma bo'ladi shuni ustunda. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Joyimizdan hozir yo'l qismidan videorolik qilib ko'rsatib oxirida tashlab qo'yaman. Kanalimiz hurmatli obunachilar, bu joyimiz narxini ekranda yozib qo'yaman. Narx ham qimmat emas, ajoyib narxda. Telefon qilinglar, srochni sotib o'tib joyimiz. Ko'cha qismini tushiraman dedim. Ko'rib turganingizdek, bunda poliklinika, temir yo'l больницасы. Shundan ishadik kirib keladi. Sho'dan kirib keladi, ana shuda. Ishi domni orqasidagi domda. Kanalimiz hurmatli obunachilar, narxini ekranda yozamiz, bemalol telefon qiling. Bu videomizni oxirida qo'yib beraman. Yine ko'cha qismlari, ko'rinib turgan yerlaringiz hamma narsasini ko'rsatib turibman.